3 xonali 72 metr kvadratdan iborat bo'lgan kvartiramizni video obzor qilib beraman. Bizlar hozir koridor turibmiz. Mana bu orqamizda podyezddan kirish eshigimiz kattagina koridor bo'lyapti. Birinchi xonamiz har doimgidek mehmonxonamizdan boshlaymiz. Marhamat, mehmonxona remontiga alohida bitta baho berib qolamiz. Shundoq mehmonxonamizning yonida esa oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizda ham barcha kerakli mebel texnikalari mavjud. Bu yerda esa bizning kattalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasi. Oxirgi xonamiz sanuzul. Agarda bu kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, to'liq ma'lumotlar opsiyada.